Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Arslan Layba hoş geldin arkadaşlar. Söhbetimizi başlaştığın burun, eminlarının Ramazan iyinla mübarek olsun. Dualarda birle bulaylı. Cenab-ı Hak günahlarımızı keçirsin. İnşallah galba ata qılsın. Endi söhbetimizi başlaylı. Hemmemizge ayan bir neçə gün boldu. Şu 40 qarindişimizni Tayland türmüsüdün Xitayga, yani bizning Sharq Turkistonga avatdi. Bu vaqtda mustaqil tadqiqotchi va muxbir Nirola xonimni ekraniga taklif qildim. Shuningga ba'zi deydigan gaplari bor ekan, muhim temalarni o'tirib qo'ymoqchi. Qani marhamat. Assalomu alaykum Nirola xonim. Qanday turdingiz? Alaykum assalom, qanaqangiz, yaxshimisiz? Allohga shukr. Biz suallarımızı kirishdan burun aldı bilan o'zingiz qanday turatsiz? Çünkü siz yillardan beri mushu qarindoshimizning orqasidan yinida turib tarjimonlik ishlar bilan nurg'un mushu fikrlarni yetkazib, qo'lingizdan kelishicha yordam qildingiz. Aldı bilan o'zingiz qanday turatsiz? Mushuni oldin ola so'rab, anandan keyin qolgan savollarimizga kirsak bo'ldi. So'rag'iningizga rahmat. Aldı bilan men ancha-muncha mushu bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz xabar topsin deb ba'zi atgan Twitteringizini, mushu Uyg'urcha Twitteringizini o'zimning Facebook sahifasiga chiqardim. Chiqarsam bu Nirola kimdi? Uyg'urmi, boshqa millatmi, nima ish qiladigan ayol deb so'ragan savollar bo'ldi. Shuning oldi bilan siz o'zingizni tunishtirib o'tsangiz rahmat. Men bir tashqiqotchi ham muxbir. Burun mening qilayotgan ishlarim, masalan, majburiy emgak, Uyg'urlarniki majburiy emgak to'g'riliq raportlarni chiqaratdim. Yoki Xitoy hukumat mushu diasporalarning Uyg'urga davlat atlab turib tahdid silish, undaq davlat atlab turish, bostirish qilish, bu jihatniki temalar bilan raport chiqaratdim. Ham o'zim men deganda o'xshash bir muxbir, shunga o'xshamaydigan medialar bilan birlashib, hamkorlashib yoki tang xabar ishlab chiqaramiz. Masalan, BBC'niki bir xabar haqchansizlar, mencha hamma Uyg'urlar ko'rdi u xabarni, diasporalarniki Uyg'urlar. Ma xabarni men ishlag'uchiniki birisi. U vaqtdagi mening rolim shu butun shu oshkorlagan hujjatlarni hammasini tekshirish, bular chin hujjatmi yoki yolg'on hujjatmi? Andaki bu hujjatning ichidagi odamlarni izlash kerak. Masalan, sizning oyligingizni men topdim shu hujjatning ichida. Anda undan keyin hujjatlarning ichida qolgan odamlarni tepish, sirtdagi oyligini tepish, izdishni qilish. Anda undan keyin shu xalqaroniki qonunimizga kelgan chaqda Xitoyniki shu Uyg'urlarga qilgan shu zulmlik qandaq mushu qonunga tushmaydigani ham har hangi jihatniki analiz qilib qilgan. Shu xabarni men o'zim shu oy shu butun oshkorlagan hujjatlarni birdan hammani ko'rib, o'qib, tekshirib, qilib ishlagan. Undan keyin Taylandga ishga kelgan chaqda men bilan bir Mark degan yana bir xizmatdoshim ishimiz New York Times'niki magazinda shu tema to'g'riliq bir maqol chiqargan. O maqolni yozish uchun 2 yilda ishladim. Turkiyaga oz bo'lsa 10 qitim berib, Taylandga 1 qitim berib,
mush maqolani yozish uchun jiq odamlarni ziyorat qilgan. Shu man burun qilayotgan ishlarimdagi rollar. Hmm. Mening Uyg'urcham sal chala, shuningga ba'zi gaplarni agar nima qilmaysam, grammatikaga tushmay qolsa yoki o'zim tushuntirmasam sizlardan baldiraqshin abul so'ray. Ondan keyin agar ba'zi gaplarni esim kelmay qolsa, men sizdan so'ray qanday deyishni Uyg'urchasini. Ko'rinmanlar mencha manga qaytildi. Mencha sizning Uyg'urchangiz menikidan yaxshi. Shuningga bu jihatdan mencha hech ansirmang. Lekin albatta tuzishga tirishimiz inshaalloh. Mushu Taylandda shu 10 necha yildoshlarimiz Xitoyga qaytarildi. Mana ko'rdik, vatanimizga qaytarildi. Siz izchil ashularning qutilishi uchun tirishchanlik ko'rsatdingiz. Mushu jarayonni bir qisqacha xulosalab bera olamsiz? Masalan, tajriba saboqni yakunlash kerakmi endi? Kerakmi endi? Bu balaning ishini men yolg'iz maqmadim. Bu balaning ishini nurg'un odam maqdi. 10 yil yoqi men buningga ishinaman. Burun kimlar maqdi men tafsili bilmayman. Mhm. Men chunki u yerda emas. Shuningga palonchi maqdi, palonchi maqmidi deb men bu gapni dalamayman. Qaysi davlat aralashdi, qaysi davlat aralashmadi deb buni dalamayman. O'zim dalalaydigan faqat shu men bu ishni bilgan yoqi bularning ishini mengayotgan masalan advokatlar yoki mayli yerlikni advokatmi yoki xalqaroniki qonunbuzgan qilgan advokatlarmi yoki yerlikni tashkilotlarmi yoki sirtniki Uyg'urlar, diasporaniki Uyg'urlarmi kim mangligini buni men bilaman. Mening bu ishni qanday manga masalan hamma odamniki o'ziniki o'xshamaydigan kasbi bor. Kasbiga qarab turib hamma odamniki o'ziniki o'xshamaydigan rol bor. Masalan bularni qutqizish uchun ba'zi oyliklar advokat tutdi. Ba'zi oyliklar advokat vakolatni bermadi. Buni oyliklarni blame ayb Ayblash. Ayblash emas. Ham ayblik saqm bo'lmaydi. Chunki u vaqtdagi vazifa o'xshamaydi ham bu balaning ishlanmayishniki tasliqidan jiq odamlar sirlarda qalayotgan futurlar bor. Shunga oyliklarni ansiraydigan yerlar bor. Masalan, men tuyuqsiz bir oylikni oldiga berib, mayaq advokat mashni qim bo'ldi desam, u oylik meni tonimagandan keyin bu o'tirda ishashlik elish bunga vaqt ketadi. Ba'zi oyliklarni oldiga men 3 qidim bordim. Eng oxir oldik. Advokat ipadim vakolatni. Ba'zi oyliklarni oldiga bir qitimni bordik. Shu yerda ishandi. Bunga kelgan chaqda vaqt ketadi. Advokat bor. Undan keyin hukumat bilan paranglashadigan maqsud bir ishki odam bor. Ular hukumatniki qaysi idorani izlash kerak, qaysi odamni izlash kerak, qaysi idora bu ishni nima qila oladi deb. Masalan, Amerika hukumati, Yevropa hukumati, Angliya hukumati, Kanada hukumati, Avstraliya hukumati o'xshamaydi. Hamma advokat, hatto Yaponiyaki hukumatlarni oldiga izlaydigan maqsud ishki odam bor. Ular hukumatlarni izlagan chaqda meni evaldi, chunki men ahvolni men yaxshi bilmayman. Nima ish bilmay desam, men bu ish to'g'ri 2 yil besib turib degan kechki to'xtamay tashqiqqa chiqqan, men odamni ziyorat qilgan, undan keyin dokladlar qaragan, hujjatlar qaragan, Taylandniki yerlikniki siyosatini nima qo'yilishdim, undan keyin o'zim masalan Xitoyniki siyosatlarini hamini bilgandan keyin shunga bular hukumatni oldiga borgan chaqda bir shu kasbni bilgan odam bo'lish kerak. Shu mening rolim shundoq. Faqat deymiz. Mushu Aşı qarindoshimiz mushu birinchi oylarda Xitoyga qaytarish xavfi borligini, aşı qutqizish talab qilgan edi. Lekin shu vaqtlarda har xil gaplar bo'lingan. Masalan, ba'zi tashkilotlar ularning Xitoyga qaytarilmaydi, işte ko'rashdik, to'xtatdi dedi. Tayland hukumatining ularning qaytarish plani yo'qligi haqida xabarlar ishlandi. Lekin siz izchil, hatto qo'shimcha shularning davlat bexatarlik idoralari bo'lsin, ma'lum bosh ministerlar bo'lsin, avatmaymiz dedi. Lekin siz izchil ularning qaytarish xavfining mavjudligini deb turdingiz. Mushtaq oldi-keyingi xabarlar biznimi masalan behutlashtirib qo'ydi. Nimishqa rost gaplar o'tirg'i chiqmadi sizcha? Bularning ishini manganga
Haqiqiy ko'ngil qo'yib mangan odamlar bor. Hımm. Ular hozir oldiga chiqolmaydi, chunki ular Uyg'urlarni ishlamag'maydi. Ular yana boshqa millatlarni ishlamag'di. Hımm. Shunga ham ular Uyg'urcha so'zlamagandan ular ham biz ingliz so'zlagandan shuni bu programmalarni oldiga kelib yoki Uyg'ur xalqlarni oldiga berib, bas ahvollarni ochiq talamaydi. Hımm. Hozir men bu yerda aytganim hammasi fakut. Hımm. Bo'lgan ahvolni deyman, amaliyot ahvolini deyman. Hımm. Gaplar o'xshamaydigan sabab chiqqan, gap o'xshamaydigan yerlardan o'xshamaydigan gap chiqqan sababi manga futur kelgan yer, men Hımm. futur olgan yer, ham ular bularning ishini mingyotgan vaqtda, futur kelgan yer, qolgan o'xshamaydigan futur chiqayotgan yerlar bilan o'xshamaydi. Hımm. Haqiqiy ko'ngil boshdan oxirigacha ko'ngil qo'yib bo'lgan, masalan, tuyg'usiz bir ish chiqibdi, oldiga so'zlab o'xshamaydi. Mayliqi kunda 8 soat, 10 soat, 12 soat, 14 soat o'tirib, kompyuterning oldida yoki bu davlat quchib, u davlat quchib mingyotgan odamlar bular shich-shich kirib bo'ldi. Futurninki qayerga to'g'ri chiqadi, qaysi futur to'g'ri, qaysi futur yolg'on, ashuni nim qila oladigan yerga keldi. Ham bularning ishini mingyotgandan oldida qaytarib o'tishni to'xtashla emas. Bularni o'rlashtirgan ahvollar bor. Demak, o'xshamaydigan hukumatlar bilanmi paranglashadi. Paranglashgan chaqda bularmi hukumatninki oyoqninki futurini bilgan bo'luvchi, masalan, o'rlashtiramiz degan davlatlarni. Hımm. Shunga manga kelgan futur, men davlatgan futur, qolgan mayli tashkilotlar bilanmi yoki shaxsiy odamlar bilanmi degan o'xshamaydigan sababi ular amaliyot ahvolni bilmaydi. Rost Hımm. bilmaydi. Anda undan keyin bular paranglashayotgan yo Taylandniki yerlik tashkilot yoki Taylandniki tuvan joyda turayotgan andaq idoralarda ishlaydigan. Masalan, men sizga deyay, siz Xotanninki bir idorasininki odam bilan so'zlasangiz, u odam hargiz Beijing Zhongnanhayninki Shi Jinpingning idorasida nima bo'layotgan ahvolni bilmaydi. Hımm. Shunga bular bilmadi. Ham undan keyin Tayland hukumat boshdan oxirigacha qaytarmaymiz, plan bor deb dedi. Ammo ballarni qaytaradigan qaror eng yuqori yerdan chiqdi. Tuvan Hımm. idoradan chiqmadi. Hımm. Eng yuqori yerdanki bir odam chiqarib nim qildi uni. Taylandniki yerliklar agar bilsimi, bu odamniki ismini ig'izga ilishdan qo'rqdi. Sababi Taylandda bir qonun bor. Hımm. Defamation law. Bir odamga nima deymiz? Ko'kmat nima deymiz? Töhmet qilish qonuni, ya'ni töhmet qilsa bu Ha. yuzini ko'rsatsa bo'lmaydi. Hımm. Chunki bu qarorni chiqargan odam bayonot chiqarmadi, ochiq qog'ozga yozmadi. Shunga Hımm. fakt yo'q, isbot yo'q. Agar Taylandniki yerliklar bilsimi, ig'izga Hımm. qolsa, oyoq bularni turmaga tashlaydi. Shu boshdan oxirigacha men to'xtamay davotganim shu. Qaytarayotgan qaror bor. Qaytarayotgan qaror o'zgarmadi. Sirtdan mayliqi qaytarayotgan ishlar yo'q, plan yo'q degan ishonmanglar deb to'xtamay boshdan oxirigacha oylikni oshim deb turdim. Shunga mening futurim boshqalarning futuri o'xshamaydigan sababiniki birisi shu misha. Hımm. Masalan, mushu xato futurlarning birisi bo'lsimi, masalan, Erdo'g'an Tayland va Hamas bilan deyishib, Uyg'urlarning qaytarishni to'xtatdi deb gaplar chiqdi. Bu qanchalik to'g'ri? Burun Turkiya aralashdimi, aralashmadimi bilmayman, ammo 2019'da edi. 2019'dan hozirgacha Turkiya hukumat bu bolalarni Tayland hukumatidan so'ramadi. O'rlashtiramiz degan gapni chiqarmadi. Hımm. Maqodim qaytarib o'tishga kelgan chaqdami Tayland hukumatiga bu bolalarni qaytarib o'tmanglar deb ochiq bayonot chiqarmadi. Hımm. Boshqa davlatlarning chiqarganini biz ko'rdik, chiqarmadi. Men Taylandga sudga borgan vaqtda oqimda 11 elchixonaniki odamlari keldi. Ularning orasida Turkiya hukumat yo'q. Allah. Turkiyada ba'zi oyliklarniki Turkiya vatandaşlığı bor. Turkiya hukumat asli bularga ega bo'lish kerak, lekin u oyliklarga ega bo'lib, ularning oylikisini Tayland hukumatdan so'ramadi. Hımm. Burun
Türkiye hökumət bu balany almaz dedi. Rast o 2015-2014-nki 2014-2013-nki işler, 2015 mi bak doğru. Hı. 2015'ten keyin 2019-2020gacha men o'tirib bormi yo'qmi bilmayman, ammo 2020dan men hozir vaqtim qaytarayotgan yoki naqishga mushu o'tirgan yillarda Turkiya hukumat bir yig'iz ochiq bayonotni demadi, ham balani qaytarayotganmi ochiq tanqidlamadi. Boshdan oxirigacha mushu 4-5 yillarda yo'q. Şunaqa o Erdoğan, Prezident Erdoğan to'xtatyapti yoki Hamas bilan adam amlashtirdi yoki MIT aralashdi, bular hammasi yolg'on gap. Hmm. Yani şunu qaytib olaylı. Mesela qaysi dövlətlər əgər siz deyərlisiniz, yəni qaysi dövlətlər bu məsələyə yardım qıldı? Ular qəbul qilishni xalagan dövlətlər barmı məsələn? Ba'zi davlatlar qaytaratmanglar dedi. Hmm. Ba'zi davlatlar bizga beringlar dedi. Bizga beringlar degan davlatning ichida bir davlatniki ruxsatini oldim. Bu davlatning ismini deyish kerak, desam bo'ldig'ini. Amerika. Yana bir olamiz degan davlat, u shunday kuchi bor davlat, lekin u davlat menga bu siz desangiz bo'ldi deb degan ruxsat bermadi. Shuni men hozir buni dalamayman. Yana Yevropaniki bir kichik davlat hammasini olamiz demadi, lekin bir netisini olsak bo'ldi deb dedi. Anda undan keyin yana ba'zi davlatlar biz olamisak, masalan, unda xilli kichik davlatlarni izlab, osh davlatlar elib biz u davlatlarga iqtisodiyotdan yordam bersak bo'ldi deb shunday gaplarni chiqargan. Undan keyin Osiyodanki yana bir davlat bizga beringlar, bizning yerdan biz undan keyin boshqa davlatlarga avtasak bo'ldi deb dedi. Lekin buning nimlari hammasiga Tayland hukumat boshdan oxirigacha yo'q dedi. Undan keyin yana bir davlat Tayland hukumat bilan biz bu ish balash to'g'ri bir yig'in ochsak bo'ladi deb desmi, yo'qli deb rad qo'yatdi. Bormagan yerim qolmadi rost gap desam. Lekin Tayland hukumat Xitoyning tarafini turib qat'iy bu balani shu qo'yadigan niyatimi yo'q. O'rlashtirganmi niyati yo'q. Hozir aqlimga bir savol keldi. Tamam, bu gerçi o'tib bo'ldi-da, zodi bu nima uchun bu birinchi oydan tortib chunki dastlabda bu xabar chiqqan chog'dami, işte Trumpning olmishayotgan chog'da ulgurib bilan buni akatmoqchi deyotganda zodim buning sababini belgili bo'lamdi. Chunki 2015-yili avatdi, 8-9 yil jimmida deb bilaman. Albatta bir ishlar bo'layotgan, lekin o'tirg'i chiqqan narsa yo'q. Ba'zi bolalar qechishga tirishdi, ba'zilari qocholdi, ba'zilari qocholmadi. Lekin hozir o'sha ciddi bir şekilde 2025 birinci aydan tortib nima uchun bu qaytarib o'tish talab qilindi sizce? Xitoy hukumat har yilda yo'q, har yil emas. Har oyda Tayland hukumatdan bu balani so'raydi. Hatto 2014-yil mushlar tutilib qolgan vaqtda boshlab mush balani shu monitoring qilib turdi. Monitoring. Küsüp turdu. Küsüp turdi. Masalan, Sadao IDC bo'lgan Sadao'ningki IDC'da ular shunaqa hozirgi bu IDC hamma IDC'ning ichida to'rt tarafda kamera bor, lekin mening chiqara oladigan isbotim shu masalan Sadao Immigration IDC turgan vaqtda shu ichidagi kameraniki tortayotgan nimasini Xitoyga avatib berdi. 2015-yil vaqtda mush bolalarninki hammasiniki demasakmi 99% bolalarninki DNA'sini olgan. Onunkin DNA'ni Xitoyga avatib bergan. Hozir men sizlar ko'rayotgan mana Xitoyninki shu vatanninki bir Xitoyninki Xinjiang xabarisining ichida chiqarayotgan. Shu kameraning ichida turayotganninki birisini topdim, uniki o'zini men yetayotganman deb men ko'rsatdi. Shu vaqtdan boshlab bular hamma narsani Xitoyga uchurlarni hammani yetkazib bo'lgan. Har oyda bu bolalarni so'raydi, lekin Tayland qo'ymagan sababi bolalarni qaytarayotgandan keyin bir oy bo'lmayla Taylandda Bangkokda bir bombaning ish chiqdi. Tayland hukumat Uyg'ur bolalar qildi deb ikkisini tutdi. Shundan keyin bu bolalarning ishi mayli IDC'da turayotgan bo'lamdi yoki qechib undan keyin turmaga kesib, yana IDC kelayotgan mayli har qanday Uyg'ur bolalarning hammasini
Köçmə idarəsinin qo'ldan chiqaritib, Davlat bexatar idorasining qo'liga berdi. Davlat bexatar idorasining qo'liga bergandan keyin bular bularni qafasda tutib turib, hech Hı. qanday sirtning odamlari bilan, advokat bilan yoki Birlashgan Davlat yoki mush balani qabul qilamiz degan davlatlarga hech qanday yer ko'rsatkizmadi. Ammo bular qo'ymagan sababi o'z vaqtida bu balani tutib turayotgan 2015-yilda borayotgan junta bir askarlarniki nima hukumatda. U vaqtda Hı. bular Xitoy bilan yaqin, ammo mayli bombadan ish chiqqandan keyin bularni qaytarishdan sal nima qildi ham. U vaqtida juntaniki hukumat boshqa Amerika hukumatlaridan yoki Yevropa hukumatlaridan jazo ko'rdichu. Balani Hı. qaytarishga sabab emas. Mayli o'ziniki demokratniki nimasini tushiradigan. Shuni man o'tirdim, munosabatlar ishlar bor bo'lg'achqa shuni bu balani eshida tutib turdi. Hı. Shuni qo'ymadi. Ammo men yaqinda qo'yayotgan sababi vaqtim chiqqan Prime Minister ma podshoh tanlab nima qilgan Prime Minister Hı. bu qizniki bu yoqniki dadasi ham dadasiniki singlisi bular hammasi Xitoyniki nimasi bilan yaqin. Hı. Bu yoqniki dadasimi burun Prime Minister, dadasiniki Hı. singlisimi Prime Minister. Baş minister. Boshdan oxirigacha bular hammasi mushu Xitoy bilan yaqin ovqat qilgan. Ham bularning tegisi Xitoy. O'zimi Hı. Xitoy bo'lgan chaqda dedi, menda xavfsizlikki qini bor Hı. deb Hı. nima qildi. Shu moyoq chiqqandan keyin Xitoy bilan mana nima ovqat jihatda, iqtisod jihatdan jiqroq nima qilmay deb ham mayliqi nima military jihatdan Hı. yordam nima olmay deb Askeri qismdan. Hı. shunga bular Xitoyga nim desa, o'sha Xitoyning qilayotgan degan talabga ma'qul dedi. Shunga bu balani ma'qul deb sirtqa Hı. hukumatlarga, sirtqa xalqlarga qaytarmaymiz deb turib, bir kechada qaytarib Hı. Muşu taratqularda muş 48 48 UNHCR'ın yani Arslan, bir Av. kechiring, men gapingizni sal uzib turay. Hı. Manga 1 minut berib tursangiz bo'ladimi? Manga hozir bir shunday muhim yerdan telefon keldi. Men Tamam. ashuni nima qilay? Tamam. 1 minut kechiringlar men bir hozirla tushman. Hı. Qarindoshlar haqiqatan ichinishli hozir qo'limizdan keldig'ini duo vaqti. Inshaalloh ashu Xitoyning ta'tir tashviqoti ko'rsatgan bo'yicha rost shu shaklda muomala qilsa shuni tilaymiz endi. Rost degandek ashu quchoqlab oilasi bilan yashab jam bo'lsa-g'u, okey. Uningda gapimiz yo'q. Lekin biz bilamizki, biz bu ishni biz bu ishni qilyapmiz. Hammamiz Xitoyni bilamiz hiylagarligini. Bu ishning davomi bor qarindoshlar. Tiqi yana bir ashu turmada yetayotgan birozdan keyin deyishimiz bu gapni. Yana turmada yetayotgan 5 qarindishimiz bor. Bularni qanday qutqizish kerak? Buning yo'li bormidi, yo'qmidi? Yili men Nirola xonimdan fikrini olaman buni qanday qilishimiz kerakligini. Lekin mushu 5 qarindishimiz bo'lsa-mu, mushu aktivrab bo'lib biz bularni qaytarmaslik uchun nima qilaylik? Qani biz suhbatimizni davom qilaylik. Masalan, mushu 48 qarindishimizda mushu UNHCR ya'ni BDTning panohlik tilaydigan organga iltimos qilganligini aytgandi. Mushu haqda bir to'xtalib bersangiz. Bu balla 48 hammasi Birlashgan Davlatlarningki mushu panohlik tilg'uchininki organga xatni bergan. Hı. UNHCR. Hı hı. UNHCR sirtqa degan vaqtda biz ishchiga kiramaymiz deb dedi. Hı. Ammo muxbirlar oshkorlagan hujjatning ichida Hı. bizda muxbirlar oshkorlagan hujjatning ichida ochiq yozdi. Tayland hukumat 5 yilning oldida, yo'q 6 yilning oldida, Hı hı. 6 yilning oldida UNHCRga borgan. Mush bolalarning ishini o'rlashtirishga bir hamkorlik bersan yoki sizlar bir mundaq bir aktiv bir rolni olsanglar deb degandi. Lekin UNHCRlar Xitoyninki 7.7 million 7 million 7 milyon yani 8 milyonga yaqin 7 milyon 700 ming dollarmi? ha, Ha. pulni elish uchun
o'zininki shu maxfiy hujjatning ichida Ha. puldan ayrılib qolgan ochiq shu dokladni shuncha yozdi deb deganim emas, chunki hozir dokladning nima yozgani esimda yo'q. Ammo mening bilganim Hmm. shu 8 million yaqin dollarga 8 million dollar yaqin pulni elish uchun shu puldan ayrılib qolishdan qo'rqib bu balani ishni maqsaq bo'lmaydi deb yordamlashmadi. Ondan bu balani xatni kirgizish uchun birisi xatni yig'ib chiqdi. Ondan keyin xatni kirgizgan vaqtdami shu xilila jabha tortib bormagan yo qilmagan dahshash oxir bu xatni kirgizdi. Kirgizgandan keyin u yoq biz qilamiz deb, lekin qo'limiz kelgancha qilamiz dedi, lekin hech qanday qilmadi. Hmm. Ham shu bolalarga qaytaradigan xatarlik bo'lgan vaqtdami asli bular bu bolalarning qo'liga shu panalo televizorniki isbot qilgan bir qog'ozni bas bo'ladi, lekin uni qilmadi. Hmm. Boshdan oxirigacha bular yordamlashmadi. Buningga men guvoh bera olmayman. Yordamlashmadi. 48 odamning ichida Fushining qo'lida bir bir qog'oz bor. U sababi u Fushininga bor sababi 2013-yil vaqtda bular boshlangan. Ammo men qolgan 40 necha bultu xatni oxir bir amallanib turib sistemga yo'nalishga sistemga kirgizdi. Hmm. Oldida qat'iy kirgizilmagan. Bu xatlarni mening bilishimcha jami 3 qatam yig'ib chiqqan. Masalan, birinchi qatam shu 2013-yilda uchisi o'zligidan nim qilgan. Onun 2020-yilda 2020-yilda sirtniki bir toshga hozir qaysi toshga aytganini men hozir bilmayapman. Anglashimcha ishga o'xshamaydigan toshga bo'lib qoldi. Shu men hozir qaysi toshga demay bekor fakt emas, hozir deyapman. Agar qaysi toshga desam faktga tushmaydi. Tashkilot. Bir Uyg'urniki bir tashkilotlarniki adami 10 balniki xatni yig'ib chiqdi. U xatni eng oxirida sistemga kirgizdimi, kirgizmadi, buni bilmaymiz. Yo'nalishlarmi javob bermadi. Maqatim 2024-yilda ballarni kirgizgandan keyin sistemga kirgizgandan keyin javob keldi. Biz sistemga kirgizdik deb nim qildim. Shu xatni sistemga kirgizganga kirgizgan odamga osh gapni dedi. Ammo bular yordamlashmadi. Hozir masalan maqatim Xitoy hukumat biz 40 ni akatdik deb dedi-ku. Talaniki mediada 45 deydi. Hozir zodi masalan Xitoyniki gapni desak 8 odam qoldi deylik. Talan mediadaniki desak 3 odam qoldi deylik. 3 qoldi. Bugun mening topgan xabarim Turmaniki 5 bal bor. Shu demakchi shu Xitoyniki 40 odamni qaytarayotgan deydi. Unda biz shunday bo'lsa IDCning ichida 3 bal bor. Bu fikir shu mening gumonlashimcha, hozir men fakultetlarning sababim bu fish bilan men paranglashmadim. Men ichida yoki bu bolalarga nima fikrini olalaydiganlar bizga anish fish deb dalamaychi. Ammo mening gumonlashimcha bu fikir shu birisi o'z vaqtda O'rta Osiyodagi bir pasport bilan nima qilgan bola. Bu bolaning qo'lida shu yo'nalishlarniki isbot qog'oz bor. Yana ikkisi 2013-yilmi, 2012-yilda tutilib qolgan vaqtda biz Xitoydan chiqqan Uyg'ur deb boshlangan. Qo'lda isbot qog'oz bor. Lekin bu fichnisniki qog'ozni yo'nalishlar cancel qildi. Yengiltmadi. Har mening esim bo'yicha agar yo 6 oy yo har 8 oyda bir yengiltish kerak, renew qilish kerak. Ammo 2016-yildan keyin faqat bularnikini yengiltmadi. Bir vaqt o'tib ketgan qog'oz. Lekin shu vaqt o'tib ketgan qog'oz bo'lsa-mu, maqatim mafshbalni saqlab qoldi-ku. Maqatim shu masalan yo'nalishlar mush qolgan bolalarniki qo'lga shu sen panalı teleton deb degan bir isbot qog'oz bergan bo'lsa, men o'ylayman balki bu bola ketib qolmasmikin deb o'ylayman. Shu qat'iy yordamlashmadi. Shuni sizning gumonlashingizcha uchida qog'ozi bo'g'ashqa hozirgacha shu nimada detention centerda yetyapti, qaytarish markazida, 5 turmada. Bu 5'ning qaytarib o'tishining xabarini anglayapmiz. Bularning nimasi tukkanda, muddati tukkanda. Bularning muddati qachon tugaydi ekan? Asli bularni 8 yildan 12 yilga kesib aytgan. Lekin ma'lumot bo'ldaymi? 2019-yil qochgan 2020-yilda kesgan.
Agar men xato nima qilib qolmasam, Hımm. hozir mening kallam faqat ishlamadi. Shu Unda da 8-9 yıl bir nimesi bar, müddet. 8dan 12 yil. Ha. 8 yildan 12 yilga niki yetyapotganlar nima bor. Hı, Ammo bular vaqtida men mediada ko'rsam, Tailanddagi mediada ko'rsam, agar Google Translate xato qilmagan bo'lsa, hı, bularningki nimasini kesitib, pardon qilib, 2 yildan 4 yilga qoldiradigan qilib, demak, ular shu yo kelar hı, 2027da shuni oldida qaytaritamiz deydi. hımm. Afishunki osh qog'oz bilanla qaytaratmagan bu emas, yana bir sababi Hı, o'z vaqtida bu mening o'zimniki o'ylashimcha, birisi Alani qo'lida qog'oz bor, vaqt o'tib ketgan bo'lsa, qo'lida bir qog'oz bor. Yana bir sababi, 40 bola o'z vaqti tutilib qolgan chog'da biz turk deb dedi. hımm. O'sha vaqtda biz turk deb dedi. Hımm, Xitoy Uyg'ur deb demadi, biz turk deb dedi. Eee Shuni Xitoy bu bizniki vatandoshimiz deb isbot chiqara oladi-chu. Chunki hı, vatandoshim nimalar hammasi bor, bularniki oylikniki nimalar bor. Abi men dedim bu ilig'i DNA aytvatdi. DNA aytvatgan ahvolni buni qanday bildim desangiz, shu mening qo'lim tushgan oshkorlagan hujjatning ichida shundoq yozdi. Bu bolalarniki DNAni Tailand hukumat ham bu bolalarniki rasmini hammani Xitoyga aytib, Xitoy uniki hamma butun shu Paychusu, Guangzhou, Guobao hammaga aytib hı, Janib, G'o'lja chiqib, hamma yerga berib, bir-birlab hammasini tekshirib chiqib, ondan oshlarniki oyliginikini qonni oldi. hımm, Demak, mushu olani bizning adimizni isbot qilamiz deb nima qilganda, hımm, shu bilan bular biz turklar dedi. hı, Turkiya hukumat bularga ega chiqmadi. hı, hı, U vaqtda chiqqan bilan, lekin keyin kaynida nima qilmadi. hı, hı. Shuning bilan Xitoy bizning adimiz deb isbot qila olgandan keyin shunga 109 ni akatdi, maqidam 40 ni akatdi. Hımm. Gerçi bu yağan gep lekin bu Tayland baş ministri ularning o'zlari qaytishga qo'shilganligini aytdi. Bundan qanaqa qaraysiz? Nimanchi vala hamda buningga bu deyishga majburiyati bo'ldi. Udullam, masalan, bular qonunsiz kirdi chegaramizga. Bular qo'shilib ketdi deb bu ishga qanaqa qaraysiz? Hammamiz bolalarniki qaytg'isi yo'qligini biz bilamiz. Ammo Tailand hukumat bundoq degan sababi, bir odamni majbur qaytarvatsangiz bir odam emas, bir panolı tilag'uchini, panal boshqa o'lgan odamni majburlab o'zi qo'rqayotgan yerga qaytarvatsangiz, bu xalqaroniki qonimizga tushmaydi-chu. Hımm. Shuningga mushu yana mana mal gap yana keldi. Hı hı. Ikkinchi joyda, birinchi oyning oxirlarida yoki ikkinchi oyning boshligi vaqtida Tailandniki mushularga boshqa ministrlarniki yanagi yordamchi mundoq dedi: "Biz qonunga qarab ish qilamiz" deb dedi-ku. Ya. Osh vaqtida ba'zilar buni analiz qilib, "Ha, xalqaroniki qonunni hurmat qilib, shuni bularni qaytarmaydigan bo'ldi" deb boshqa gaplar chiqib ketdi. Shuning bilan Hımm. men uni Twitterda yozdim. Anda undan keyin yana o'xshamaydigan yerlarga berib men dedim: "Yo'q, bu gapning demakchi qonunga qandaq qonunga tushirib, bularni qaytaryapmiz deyotidi. Vallah xatarlik" deb shundoq qaqshab ketgandim o'sha vaqtda. Hı Bular hı. hozir buni ching tura bu bolalarni o'zligidan qaytamiz deyotgan sababi, birinchilab qonimizga xalqaroniki qonunga tushish uchun. Ikkinchilab Tushunish. Hı. ikkinchilab o'zininki davlatimi bir anti-torture law bor. Hımm. Odam qiynasa bo'lmaydi debchu. Hı hı. Bu bolalar biz bu bolalarmi emas, butun shu xalqlar ham bu bolani qaytarasanlar bo'lmaydi deb degan davlatlar hammasi deyotidi. Hımm. Qaytaratsanglar bularni qiynaydi. Bu o'zingniki davlatingniki qonunga tushmaydi, qilsang Hımm. bo'lmaydi deb deyotidi-chu. Shunaqa bular hozir bolalar o'zligidan qaytishga xohladi deyotidi. Hımm. Bu Prime Ministerning ishida bir gap mundaq gap qildi. Agar Hımm. bular o'zligidan qaytg'isi yo'q bo'lsa, bularni o'zligi shu cho'ng mashinaga chiqmaydi deb mundaq bir gap dedi. Menda mundaq bir ish bor. 2025-yilninki 2-oyning 26-chisla, Hı hı. 24-chisla bu balani qaytarayotgan oldingi 40 soat topshirish oldida Tailandniki yerlikning Shahrislom tashkilotiniki bir nechasi IDCga bordi. Borgan Hımm. chaqda ashlarning orasidagi birisi bularga bir necha kundan keyin mushu yaqinda sizlarni bir yaxshiroq bir yerga yo'tkaymiz deb dedi.
Agar Hmm. bolalar o'zlikin ash mashinaga chiqqan bo'lsa, shu cho'qim bizni yaxshiroq bir yerga yetkazgan deb ash gapga ishinib chiqqan. Hmm. Bo'lmasa bu bola hargiz o'zligidan u yoqqa bormaydi. Meni hozir o'ylayotganim har qatam mushuni o'ylasam faqat chidamayman. Bu bola agar bizni boshqa yerga yetkazgan deb ash gapga ishinib, ash mashinaga o'tirib, eng oxir aydirim tushgan chaqda oldida qarasa, Xitoyninki Aypron. Bunda Ashuni o'ylasam shunda tikan bo'lib ketdim hozir. Shu bir xil bo'ldi. I got goosebumps. hozir men o'ylayman, men Islom tashkilotini adam qasddan yolg'on gap qildi deganim emas. Chunki islom tashkilotlar bu sharq islom tashkilotlar yillar kelgan chaqda bularga mayli shu dorilik bo'lamdi yoki doktorlikni kirgizamdi yoki tomoq bo'lamdi yoki shu Ramazon vaqtida bu bolalarga tomoq kirgizmaydi. Qasddan bunaqa qilgani emas. Meni gumonlik qilgan yerim ya bular biladi. Maballaylıqı, əşədəliqi, məsələn, 2015-ci ildə oxşaş andaq tartışma bo'lib ketməsin, biz anladıq, əmdi bu fakt yo'q, lekin biz bundaq gaplarni anladıq. Aydirimda məsələn, o't atgan ovoz chiqdi. Ya ashta ahvol bo'lqanmisin deb dedi, yoki Tayland hukumat shu Shayxul Islom Toshkentni adamgami yolg'on gap qilib, bular ash gapga ishandi. Sababi yana bir bular nimishqa bunday ishindi, Mesela bular nimda döt nimiş bunday ishunmishda xatarlik bo'layotgan vaqtda o'ylab qolmanglar. Sababi necha yoqib shu bolalarni ishlayotgan advokatlar bilamdi, yerlikniki inson huquqniki tashkilotlarmi yoki men bulamdim. Biz to'xtamay deyotganimiz, bolalar hozir turayotgan yer bo'lmaydi. Bularni ayrim bir yaxshiroq yerga yutganlar, o'zlari tomoq etalaydigan, manda havo nim qila oladigan, kun ko'ra oladigan yer qilinglar deb shunday tirishgan. Hmm. Bultoniki 7-ayning 13-3 soat Taylandagi parlamentning yig'inida Tayland hukumat shunaqa va'da bergan. 6 oydan 1 yilniki o'tirg'icha biz bir yer yutkaymiz deb va'dani bergan. Shu mencha shu bola osh gapga ishinib mashinaga chiqib qoldi deb o'ylayman. Lekin men u yerda emas, fakt yo'q, men isbot qila olmayman. Bu mening o'zimniki shu gumonlayotgan ish. Hmm. Mushu sot jarayonida qisqacha tushuntirib bera olamsiz? Ba'zilar chegaradan qo'g'lab chiqarishni sotning natijasi deyotidi. Hatto bu yerda qo'shimcha garchi bo'lgan bo'ldi-da. Bu yerda qo'shimcha degan gapim bu asli bularda 3-oyning 27si bir sot chiqma, hammamiz shuni umidla bo'ldi 3-oyning 27 qo'yib berdi deb o'yladik-da, shu umid kelib bu qandasiga bu demak bu Tayland zodi qanda bir bu sotning hukmi o'tmamdi u yerda. U yoqqa kelgan chaqda o'tmaydi. Hmm. Bu biz diplomatik jihatdan qonun jihatlarda diplomatik jihatdan inson huquqniki shu masalalarga advocacy kelgan chog'da da'vo qilish jihatdan hamma jihatni ishlatdik, lekin qat'iy bo'lmadi. Shuning bilan eng oxirida qaytarilgan xatarlik chiqqandan keyin sudga bir tirish baqayli deb bizning bir shu mencha ismini desam bo'ldi. Avstraliyaniki Baxtiyor Bo'ratgan, Baxtiyorkam oyoq shuning bilan ikki advokat qo'ymayapti, bir advokatni tutib, shunga sudga bularni qaytarasiz bo'lmaydi deb shundoq bir motion kirgizdi. Rost gap desam boshda bu sud ichilmaydi deb o'ylagandik. Chunki Tayland hukumat sudga besim qila oladi-chu. Oldida shu bir Vyetnamlikniki ashta bo'lgan sud xalqaroniki qonunni hurmat qilmaylar, Tayland hukumatiniki tarafib turib, u bolani qaytaramiz deb dedi-chu. Shuma Uyg'ur bolalarni kelgancha ashundoq bo'ldi, yoki ashundoq bo'ldi, yoki sudni majburlab taqiydi deb o'ylagandik. Lekin sud ichildi. Sud ichilgandan keyin bu bolalarga foyda bo'lgan bir natija chiqdi. Shunga bizmi undan keyin ajab yaxshi bo'pti deb 3-ayning 27-sini saqlaydi desak, Tayland hukumat u bo'layotgan sudni chattoq bo'liblar. Mushtaq qilib nima qildi? Allah. Mushtaq endi mushtaq ahvollarda masalan oila a'zolarining vakolatini ozroq tushuntirdingiz. Masalan, o'kandimi shu Abduvali Ayub akamiz bilan suhbat qilganda shu vakolat masalasini ozroq tushuntirib o'tgan bo'lsangiz. Men hech qanday
Oylikniki vakolatni men olmadim, chunki men advokat emas. Ammo men advokatga oyliklarniki, bir necha oyliklarniki vakolatni men etmadim. Nimishga bunday deyman desangiz, advokatni Turkiyaga men olganning oldida men o'zim bir necha oylikni oldiga berib, men degan mushundaq bir fursat va mushundaq bir advokat mundaq bo'lgan. Eng boshida shu mundaq bo'lgan. Men Hasan Imomni ziyorat qilgan vaqtda, birinchi qator, tunji qator ziyorat qilgan vaqtda Hasan Imom oydisining ishini ahvol degan chaqda men degan hayron qolgandim. Chunki Hasan Imom menga degan butun hamma fuchur Tayland hukumat qonunsiz ish qilayotgan ishni men his qilib qoldim. Men o'zim advokat bo'lmasammi, u anglab men bir tashqiqotchi inson huquqini ishini 100% bilmasammi, har qanday bir normal odam uni anglab bu bo'lmaydi bu-chu. Shuning bilan men undan keyin advokat tutmoqmidinglarmi deb desam, yo'limiz yo'q dedi. Ikkinchilab undan keyin men dedim, biror tashkilotlar yoki biror odamlar sizlarning oldinglarga mundaq bir advokatni kelgan ahvol yo'qmi desam, yo'q, hech kim nim qilmadi dedi. Shu men gap qilmadim. Men gap qilmagan sababim mening o'ylashimcha, agar tashkilot advokat tutib nim qilmagan bo'lsa, balkim shu bo'lmaydigan ish o'xshaydi deb dedim, lekin shu men va'da bermayman-chu xalqlarga. Shuni men gap qilmadim. Naq mening o'ylig'imda o'xshash rost tas. Men 4 davlatga bordim. 4 davlatga berib advokat izladim. 4 davlat ham menga biz qila olmaymiz dedi. Shu Taylandniki ishni qila oladigan bir law firmni izlash kerak dedi-chu. Shuning bilan undan keyin bir sabablar bilan keyin shu men vakolat etgan advokatdan yo'l qoldim. Shuning bilan men undan keyin men sizni oyliklarni oldiga olib borsam bo'lamdi desam, bek yaxshi bo'ldi, chunki men oyliklar bilan faqat aloqashamoqman, men bilmayman deb nima qiluvchi bu bolalarga yordamlash bergan bo'ldi, chunki biz boshqa jihatdan bu bolalarning ishini diqqat qilyapmiz deb dedi-chu. Miyapmiz deb deganda, unda bo'lsa men sizni opray deb nima qilaman. Ammo tuyuqsiz bir advokatni xalqlarning oldiga olib borsak bo'lmaydi. Shuning bilan men uning oylikni oldiga bordim. Ba'zi oyliklar shu yerlar yo'qli dedi. Shuning bilan yana bir qitim bordim. Eng oxirida 4-5 oylik bo'pti mayli deb degandan keyin, ondan unga advokatni jami 2 qator olib bordim. Ikkili qitim o'xshamaydigan oyliklarniki vakolatini ola oldik. Vakolat advokatniki. Advokat nimishga vakolat muhim desangiz, ba'zi ishlarni, ba'zi narsalar, chunki hech kim bolalar bilan aloqashamaydi. Bu bola advokat tutamaydi. Tutamaydigan sababi boshqa millatniki odamlar advokatlar bilan ko'risha oladi. Bolalarni hech kimga ko'rsatkizmaydi-chu. Shuning bilan unda bo'lsa biz oylik topaylik deb degan sababimiz shu. Shuning bilan advokatniki oylikniki vakolat elishniki muhim sababi ba'zi yerlarga siz bularniki oylikniki talabi yoki bolalarniki ish to'g'ri nima qilsanglar, xalqlarni so'raydi. Sen kim? To'g'rimi? Who are you? Sen kim deb so'raydi. Shunga oyoq deydigan mana oylikniki talabi, oylik so'raldi degandiki, men qonimga tushdi. Xalqaroniki qonim tushdi, refugee log'im tushdi. Hamiligi consent degan narsa bor. Consent degan ruxsat, ha. Chunki ba'zi hukumatlar bilan yoki ba'zilar bilan siz qanchaga xalqlarniki shaxsiy nomerini berish, shaxsiy fuchur berish kerak. Xalqlardan ruxsat so'ramay turib, xalqlarniki fuchurini to'g'rilarga chiqarib, bu yoq avtib, bu yoq avtib, bu ishni faqat to'g'ri ko'rmaymiz-chu. Ham qonunga tushmaydi amaliyotda. Shu manda qonunga ish kelgan chaqda xalqlarning ruxsatini erish kerak. Shunga vakolat muhim. Ammo men oylikdan nim so'rdim desangiz, mushu shirinlarni men menga mushu menish kelgancha men yordamlashib bersam bo'lamdi deb men gapni degan. Anonki men hech kimga men sizning eringizni yoki oyligingizni cho'qim ochiq berma deb baxmagan. Men boshdan oxirigacha men va'da bermayman, lekin men qo'lim kelgicha qilib boqay, men mushuni men bir tirish baxsam bo'lamdi, men mush fursatni bersangiz bo'lamdi deb men yo'l so'ragan vaqt yala bor. Xalqlar oldida bu oylikni Taylandga bog'lanish emas, boshqa bir ishlarni rost xalqlarning oldida, shu uyning oldida 6 soat o'tirib oxir ishni ichmagan ahvol bo'lgan. Lekin u umaychiq bir odam sizga ishlaydi. Uyg'urlarniki orasida shunda jihillik qalayotganim biz deymiz, Xitoyniki adam bor. U xalqlarniki albatta bermaydi, shuni uni men to'g'ri tushunaman. Shu xalqlarning oldida 6 soat o'tirib ishkini ichmagan ruxsatini olgandan keyin uni advokat izlab, keyin ochoqniki oyligini
başqa dövlətniki IDC-sidən açıq Hmm. edim. Muşu jarayondagi masalan qonun haqqi, yana odam advokat haqqi masalasini qanday hal qilib bo'ldi? Masalan, hammalarning buni to'lashga qurbati yetmasligi mumkin. Buni shuni to'xtalsak azroq. Mayli Taylandniki balalarning ishi bo'lamdi, yoki men Interpolning shu o'zi men Interpolningki listimikin deb ansirganlarniki bo'lamdi, yoki Interpolning tubda listidagi adam bo'lamdi, yoki boshqa davlatlarniki shu detention centerlar turayotganlar chiqqandan hammasiningki ishini men boshdan oxirigacha bir tiyin pul olmadim, bir yerim maosh olmayman. Bularningki ishini menayotgan shu men topgan advokatlar hammasi haqsiz advokatlar. Ularningki o'zininki proyektlarni ishlab bergan pullari bor. Ammo proyektningki puli tugasa, bular amalsiz ma'maydi. Ammo men Taylandniki balalarning ishiga kelgan chaqda proyektning puli tugasimi, men advokat shu to'xtamay o'zining vaqtini chiqarib turib mangdi. Men boshdan oxirigacha bu ish to'g'ri maoshim kirmaydi, pulmi kirmaydi. Oylikda men aytib baxmadim, balalardan olmadim, xalqlardanmi pul yig'ib baxmadim. Buni men isbot qila oladi odamchiq. Ammo shu yerdan bu balalarning ishiga kelgan chaqda pulning ishi munosabatli bo'lib qoldi. Masalan, birinchilab sonamdan qarz so'rab o'tdim. Chunki başdan oxirigacha o'zimni yanchiqimdan chiqaverganki, bu yerda fuchiyvergan, yomonchiq pul chiqib ketdi. Shuning bilan sal hisobdan qisilib qoldim. Shuni sonamdan qarz so'radim. Keyin sonam balalarni ishini menayotganini ko'rib ish chaqirishni va'da bo'ldi, nim qilma deb dedi. Ikkinchilab, men Tayland fishgan biletimni Baxtiyorkam o'zining yanchiqidan chiqarib ib berdi. Sababi men u vaqtda Amerikadan Shvetsiyaga qaytgan bilet ib bo'lgan. Amerikadan Tayland fishadigan bilet bak qimmat. Taylanddan yana Shvetsiyaga qaytadigan bilet bak qimmat. U vaqtda men rost hisobatim qilmay qoldim. Shu men Baxtiyorkam dedim. Agar masalan shu yiliqi guvoch berma desam, siz bilet ib bersangiz men bora olmayman, men rost bora olmayman desam, bo'pti sonam unda bo'lsa biletimiz men ib beray deb Baxtiyorkam o'zining yanchiqidan chiqadi. Men degancha o'zingizning yanchiqingiz chiqsiz va Toshkentniki pul emas desam, yo'q, fikam o'zimniki dedi. Bu ishni men o'zim qilyapman, Toshkentdan munosabatsiz dedi. Shunda okey dedim. Uchinchisi, mush balalarnikiga ko'ngil bo'ladigan yana bir adimiz bor. U adimiz mening qilayotgan qarab tomoqni vaqtida yelamayman qilish chaqirib, bana $200 bergan. Bergan vaqtda telefonniki nomerimga urgan. Shunga men nim qilamadim. Ikkinchi qayam urmaydigan chaqda shunga pul urgan appni qor tizimga kirgizatdim, men pulman deb dedim. Boshdan oxirigacha ish qilib, mening dalalarim hech qaysimiz bir tiyin pul olmadik. Hatto biz bir tarjimonga hozirgacha qarz. Tarjimonga pulni beramadik. Allah minglardan razı olsun. Endi gapning chiniga kelayli. Endi bu qitimqi bu mag'buliyatdan qandayligi. Endi qutuldiramdik gapning qisqasi. Buning sababi nima? Nurg'un sabab bor, lekin hech kimni aybligim yo'q, lekin sizning bir fikringizni olib baqsam. Birinchilab Xitoyning kuchi bek cho'ng ketdi. Ikkinchilab men Amerika bilamdi yoki qolgan shu balalarga ko'ngil bo'lgan yoki shu balalarniki qaytaratmanglar deb degan yoki qabul qilmasgan davlatlar men nim qismi Xitoyning kuchi tiklamadi. Vaziyat o'zgardi. Burun unda Amerika davlati yoki boshqa davlatlar bilan tang tura oladigan vaqtlar o'tib ketdi. Jihodamlar buni his qilmadim. Uchinchilab, maqatam Amerikaning ishlarimi bir xil qilayotgan ketdi, chunki men borgan vaqtda sizlar kunda xabarlarni ko'ryapsizlar. Amerika jihodlarga yordamni to'xtatdi. Ham o'zining bilan menda xiliqi siyosat jihatda o'xshash burun o'ylaydigan do'stlar bilan menda siyosat jihatdagi do'st davlatlar bilan munosabat nacharlashyapti. Masalan, oldida ko'rdinglar Kanada hukumat bilan bir muncha qatliq chiqdi. Uniki mana 2 kun o'zinglar Ukrainaniki mashini ko'rdinglar. Butun Yevropa Ukrainaniki taraf turadi. Uniki Trump mandashib qoldi. Uniki yana bir masalan Marco Rubio Uyg'ur ballanish to'g'riliq nim qildi. Men to'g'riladi men ko'rdim. Masalan Marco Rubio masalan telefon qisilib bu ishlar o'ngishildi deb degan undaq emas.
Marco Rubio ballarını eğizga alğan səbəbi mən izləyən Oh wow. yo'q, kechiraman gapni keyin to'xtalay. Maballarniki mushu paranlashayotgan maballarniki shu hukumat jihatdan aloqalashayotgan oyoq Senator Merkelni izladi. Mhm. To'g'ri so'rasanglar deb degan ekan, shunga shu Marco Rubioniki asas hearing bo'lgan vaqtda oyoq so'rgandan keyin Marco Rubio majburlab javobni gapga savolga javob berdi. Ikkinchi kunda shunga xabarlar chiqib ketib, ozroq qaytarib chiqarishni sal to'xtatdi. Ammo Marco Rubio idorasiga kirgandan keyin bu bolalar to'g'riliq bir ig'iz gap qilmadi. Shunda tirishdi, unimidi. Nim Wow. qilmadi. Ammo State Department qo'li kelgancha qildi. State Department'niki ba'zi idoralar shunda tirishdi bu bolalarniki qaytarishni to'xtatish ham bu bolalarni qabul qilish jihatda. Shuningdek Amerikaniki siyosatni nima qilsangiz bir idoraning bir idoraning tegirmon o'xshamaydigan bo'limlar bor-ku. Siyosatning shundoq. Eng oxirgi kelgan nima qilayotgan sababimiz shu bir odamning kuchi yetmaydi. Asli bu ishni shu boshdan oxirigacha hammasi birlashib tanqigan bo'lsa yoki qalayimqan xato fikr bermagan bo'lsa, balkim ba'zilar sal o'z nima qilib qolarmikin deb o'ylayman, lekin u 100% u sabab bilan emas, ammo hech kimning kuchi kelolmaydi. Masalan, hukumatning kuchi kelolmagan yerda qandaychilar tashkilot yoki bir yolg'iz insonniki kuchi yetadi. Bu yerda birla savolim qoldi, lekin yana bir savol qatqim bormaydi. Siz bir muhim bir nuqta qo'ydingiz. Hamda siz bir muxbir, bir tadqiqotchi, ya'ni shu ham aktivizmda, hamma nimada bor. Shu hozir salbiy siyosiy bir savol so'rayman hamda bu yerda. Men aktivist emas. Sorry, ilqim faoliyat qilayotgan. I apologize. Aktivist qilsam bo'lmaydi, chunki men muxbir ham, tashqiqotchi, unda aktivist to'g'ri. qilsam bo'lmaydi. Gapim xato ketib qoldi. Hech qisi yo'q, men tuztildim. Sizga o'sha oldimizdagi Trump apandim dedingiz. Sizga hozir tunigan Zelenskiy bilan ko'rishni ko'rdingiz. Hammamizni Zelenskiyni anaqa qilganda xuddi bir Uyg'urga aslan muomala qilgandek his qildim shaxsan. Sizga bu oldimizgi 4 yil shu inson haqlari Uyg'urlarga bo'lgan munosabati qanday bo'ladi sizcha? Javob bergingiz kelsa. Beralaman. Okay. Bizning kunimiz endi texnik tasbih ketadi. Trump administration bular hozir Xitoy bilan o'qatimiz deb aran turadi. Masalan, Elon Musk, GD ko'dinglar. Onun keyin ikkinchilar meni hozir ansiraydiganim masalan Marco Rubio deylik. Marco Rubio burun Uyg'urlar uchun shundoq so'zladi. Lekin Uyg'urlarga foydali bo'lgan bill, qonun nimasimi? O'zini nima? O'z o'ldiryapti, o'tkazmadi. Undan keyin agar shu oldi o'tib ketgan 2 yilda diqqat qilsangiz, Marco Rubio tas Uyg'urlarning gapini eg'iz olmayotdi. Hozir meni ansiraydigan bu eg'iz olmayotgan odam Trumpning sababi bilan texmi tas bo'ldi. Texmi deyishni unutmaydi. Shu davr tas bo'ldi. Ikkinchilab savolingiz nima deb tursiz unutib qoldim, kechiring. Mush oldimizgi 4 yil siz nimani faraz qilsiz masalan shu. Nurg'un tashkilotlarimiz mushada ish qildi asosiyatda. Dunyoning markazi deb bilamiz, ham Washington DC'ni. Ikkinchilab yana ansiraydiganim u faqat emas, lekin meni anlayotgan fikrim balkim shu genocide degan nimasini, qirg'inchilik degan nimasini balkim Amerika keyinga tortib oldi. Shundan bak ansirayapman. Genocide deb tunumaydi bu saatdan keyin demakchi. Siz asla Masalan, burun ETM'ni terroristning listiga chiqarganda o'xshash kim tushiradi bu? Bular genocidening nasini unda qila oladi. Genocide emas deb tushiradi. Tugidi yoki emas deb nim qilgandan ansirayman. Chunki genocide deganni
Trump demedi. To'g'ri. Pompeo dedi. Hmm. Pompeo chiqqandan keyin Pompeo idorasidan chiqib ketgandan oxir bir kun 1 soat qolgan vaqtmi shundoq dedi-ku deyman, ha. Hmm. Anda undan keyin Biden administration dedi. Lekin Hmm. Trump dedi. Trump uni tatibasi bo'ladi. Bu Hmm. bu yaqiniki qilayotgan qiliqini ko'rsangiz bilasiz. Hmm. Ama bu fakt emas. Men anlagan uçur. Eng axir bo'lamdi, bo'lmamdi men bilmayman. Shuni bak ansıratma. Shu Amerika turayotgan Uyg'ur tashkilotlar, undan keyin da'vo qilganlar buni diqqat qilish kerak. Agar bundaq bo'lgan bo'lsa, bizga bir katastrof bo'ldi. Hmm. Eng axir bilsa manda Xitoy hukumat mana 2 yil tutayotgan propagandani yo'li sal o'xshamaydi. Sizlar ko'rdinglarchi Uyg'urlar hozir vatan qaytyotidi. Bular vatan qaytgandan keyin yoki qaytma deb degandan keyin namoyish berishni xohlamaydi, to'rlarda tanqid qilishni xohlamaydi, qaytasam bo'ladi deb. Hmm. Shunda texmi oz odam aslida biz shu oz, masalan, Hmm. da'vo qilayotganlar, namoyish chiqayotganlar, endi Hmm. asta odamlar texmi yo'qaydi, ovozlar Hmm. yo'qaydi. Hmm. Ba'zilarniki oyligi turmadan chiqdi, oyligimniki da'vosini qilib bo'ldim, men charchab ketdim, bo'ldi qilmayman deblar Hmm. o'ziniki turmushga ketganlar bor. Uni men to'g'ri tushunmayman, chunki bu bak ig'ir hamma Hmm. odam vaqirab qilolmaydi. Ammo lekin shunday ahvollar bilan asta bizning ovozimiz texmi bo'shab ketadi. Undan keyin Hmm. yo'l texmi past bo'ldi. Undan keyin bir necha yildan keyin Xudoyim saqlasin. Hmm. Yana bir yangi qirg'inchilik boshlaydi deb o'ylayman. Hmm. Oxirgi savolim, mushu hozir yana bir necha qarindoshimiz bor hozir Tailandda. Mushu mayli shu qarindoshlarimiz bo'lsin yoki umumiy jihatdan, masalan, bosgan qadamlaringiz yoki qadamlarimiz qanday bo'lishi kerak? Birinchilab Tailandni qilib qolganlarni emas, hozir qaytarayotganlarni izlash kerak. Ba'zi oyliklar izlashni xohlamaydi. Hmm. Vaz kechdi-chu, bo'ldi, qaytgandan keyin o'ldi Ammo deb yo'q, bo'ldi, Xitoyning qo'lida deblar. Ba'zi oyliklar manga shunda yig'lab yol so'rab ketdi. Oyligimni istab bering, o'tinib qolay sizdan deb dedi. Men istayman dedim. Bularni izlash uchun shu mush bolalarni so'rgan davlat ham o'rlashtiramiz degan davlat ham qaytaryapmanlar degan davlat ham Birlashgan Davlatlar orqali bu bolalarni izlash kerak. Undan keyin bir narsaniki Yevropada oylik bor. Shu Yevropa davlatlariniki Bejingniki elchixonaga deyish kerak, ash bolalarni uyga berib, bizdanglar bormi, yo'qmi deb aniq qilish kerak. Ma birinchilab, undan keyin qilib qolgandan keyin qilib qolgan yo 3chi yo 8 endi bu 40ni qaytaryapti, qolganini qilmasak bo'ldi, baribir qaytargan mangmayli desak bo'lmaydi. Man qaytimda xato qilgan nimasini o'rganib, undan keyin to'g'ri yo'lni yon tutib, ma qolgan 8 bolani qutqizish kerak. Bo'lmasa yana shu 8 odam yana nima qilib ketishidan ansiraymiz. Qaytaritishdan ansiraymiz. Allah razı olsun Nurullah qarindishim, qilgan xizmatlaringizdan, oldimizdagi kunlarda, oylarda, yillarda qilgan xizmatingizga qutlug' tilaymiz. Oxirgi so'zingizni olay, shuni ekronni yipitay inshaalloh. Oxirgi so'zingiz bormi, qatirg'in? Oxirgi deydigan xalqlarga deydigan bir gapim bor. Yomonchiq odamlar bu bolalarni har qatim so'zlagan chaqda Suriya deb so'zlab chiqadi. Bu bolalarga bundaq sizlar Suriya borgan ish, bu bolalarni Suriya bordi yoki Suriya bilan munosabat bor nima ish qaysinglarni qo'linglarda fakt yo'q. Bundaq xalqlarga bundaq o'zinglar yo bularni tanımasanglar, yo bularniki oyligini tanımasanglar, bularni oyligi Yevropada yashayotidi, Turkiyada yashayotidi, hech qaysi Suriya berib yashaganlar yo'q. Bu 48 bolani sizlar tanımaysizlar, tanımay turib Suriyaga so'zlar. Bu bola hozir qaytib ketgandan keyin yana o'sha Suriyani gapini chiqaradi. Bu bolalarga masalan turmaga sizlarni Suriya, bu Xitoy aram turayotgan chaqda nima ish bularni og'ziga yana buzdaq gap tiqib bersizlar. Bu odamlarningki hayotini bundoq qilsanglar bo'lmaydi. Bu bolani o'ylash kerak. Sizlar bu yerda yashagan bilan ala oyoqda zulmlikni yedi. To'xtamay Suriya. Unda qilmanglar. O'zinglarniki oylikinglarni Suriya bilan deyishni xohlamasanglar, xalqlarniki oylikimi deyishni xohlamaydi. Ba'zi oyliklar mana shunda yig'lab ketdi. Men bu yerda yashayotgan 12 yil bo'ldi, men Suriya bir baxmasam, nima ish bu bolani kechki to'xtamay Suriyaga chaplaydi deb nima qildi. Suriyanikilar yaxshi emas deganim emas, men bu yerda uning bilan nimrim yo'q.
Ma balani vaqtida masalan men biror hökumətlərə süzgən vaqtda bir hökumət əsli men mush gapni mendan so'radi. Birisi bizga bu bolalar chiqqandan keyin Suriyaga ketadi deyotgandan keyin shuni yo'q dedim. Ma 48 bola Suriya bilan hech qanaqa munosabat yo'q. Bu bolalar mishada 12 yil mishada yotgan. Hech kim Suriyaga bormadi, hech kimning oyligimi masalan Suriyadan meni izlab oyligimni izlab bering deb degan ahvol yo'q. Bular undaqligi borganlar emas, foreign fighter emas dedim. Shunga mala o'ziniki oylik bilan yashayli deyotdi. O'ziniki do'stlarimning yeniga borib yashayli deyotdi. Bu panalı telğuchi, bular askar emas. Mana o'tirib farqi bor. Hı Shuni hı. sizlar gap qilgan vaqtda ba'zi vaqtda sal diqqat qilsanglar bo'larmikin. Bu xalqlarga azob berib, oylikqa azob berib, bu bolalarninkiga hayotiga qasd qilganga bo'ldi-chu, shuni men buni faqat to'g'ri ko'rmayman. Hı hı. So'zladimda siz so'zlab bo'ldingiz. Oyoqchi yashamdi, yashamamdi. Hı hı. 1% bo'lsin. Masalan, Xitoy maqodim haqiqiy propagandaniki degan strategiyani tutgan bo'lsa, 1% bo'lsin mabolaniki yashashniki Ya nemisini berish kerak. yaşatquzdu. Ha, Hı hı. 1% bo'lsin ashnaqa tirishish kerak. Hı hı. Masalan, sotnashmi ashundaq 1% ichilarmikin deb o'ylagandim. 1% bo'lsin tirish baqay dedim. Eng oxir chiqdi, yaxshi natija chiqdi. Albatta, eng oxir oqibat yaxshi bo'lmadi, lekin Hı adam hı. tirishishi kerak. Hı Shunga hı. bu misollar kechki to'xtamay bolani Suriya deb demanglar, tonimaysizlar bu bolani. Ismini Hı bilmasanglar, yo oyligini tonimasanglar, nimda hı. bu bolaga shundaq nim qilsizlar? Hı hı. Rahmet qarindashim. Qarindoshlar mushu nurg'un yolg'on, xato fikrlar anglayapmiz, ko'ryapmiz. Mushuni ko'p taqib qo'yinglar. Mushu yolg'on fikrlarni hatto Qur'oni Karimdami bir posiq yiningizga kelib bir fikrga akagizsa, mushu aniqlash kerak deb mana mushu sababdan Nurullo xonimni ekranimga taklif qildim. Ko'rmanlarga rahmat. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Ramazon muborak Nurullo qarindashim. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'lg'aysiz. Hammanglarga Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Xush.